Hozir Yevropadagi uylarda ko'rib, bir-birini takrorlamaydigan darajada chiroyli uy solishar ekan bular. Hozir mana butun boshli domlar, ko'p qavatli uylar atrofida o'rtasida yuribman. Shu mashina keladigan joyi yo'q o'rtasiga. Mana uyni sentralniy xoti. Oddiy kichkina yo'lakcha. Bu yog'i manzara, tepaliklar, anaqa o'rmonzormi, chakalakzormi? Xullas bir ajoyib. Bu podyezdga kirsangiz yo'qolib qolasiz. Bir narsalar qilishib yuborar ekan bular. Anaqa narsalar. O'rtaga mashinamni qo'yib, pastga tepaga qarab chiqdim. Shuncha odam tepaga qarab chiqishadi. Mashinasini hammasi mana eng qizig'i podval yer osti orqali kirishar ekan. Mana shu podval ketar ekan. Hammasi uyga podvaldan chiqsa bo'laverar ekan. Uylariga qoyil qolmasdan iloji yo'q. Sharoitlari o'ta. Kvartiralarni bir-birini takrorlamaydi.